Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Hozir chiqaman. Agrobank tomonidan har doimgidek qazib kelinayotgan sayyor qabul 2026-yil aprel oyi 15 sanasida Boysun tumani Toqchi mahallasida, mana shu Agrobank Boysun filariga biriktirilgan Toqchi mahallasida fuqarolar bilan sayyor qabul boshlaymiz. Mana shu qabuldan maqsad fuqarolarning murojaatlarini joyiga borib tinglab o'rganib, shu masalalar joyda hal bo'ladigan masalalar bo'lsa joyda hal qilib, vaqt talab etiladigan masalalar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, uni o'z vaqtida hal qilib berish choralarini ko'rib kelinmoqda. Bugungi navbatdagi sayyor qabulimizni boshlaymiz. Kimda agar murojaat bo'ladigan bo'lsa, bank bilan bog'liq murojaat bo'ladigan bo'lsa, o'rnidan turib o'zini tanishtirib mahallasini aytib maqsad men yozib olaman. Agar joyida hal bo'ladigan masala bo'lsa joyida hal qilamiz. Agar vaqt talab etiladigan bo'lsa biz ko'rib chiqib 3 bank ish kunida bajarib berish choralarini ko'ramiz. Qabulni boshlaymiz. O'rnidan turib kimda masala bo'ladigan bo'lsa o'zini tanishtirib murojaat qilishingiz mumkin. Kimda murojaatlar bor? Meni murojaatim shu O'rtamachay. O'rtamachay, ha? Shoshma, O'rtamachay mahallasi. O'rtamachay mahallasi. Ism familiyangiz? Xursandov Xolmahmad. Xolmahmad, ha? Nima masalangiz bor aka? Ayting. Kredit olishga kelgan murojaat qilgandim. 17 millionlik. Shu undan shu imtiyozli kreditdan foydalanish maqsadini o'z vaqtida qaytarish. Siz bilan bizning mahalla bankimiz agentlarimiz uchrashgan, ha? Siz bilan uchrashgan. Sizga shart-sharoitlarni, hujjat nima tartiblar tushuntirgan. Hujjatlar bergansiz. Bu hujjatlaringizni biz ko'rib chiqamiz. Agar hujjatlaringiz bizni tartiblarga to'g'ri keladi, hal ijobiy hal etish chorasini ko'ramiz. Rahmat. Keyingi kim yana? Men Toqchi mahallasidan. Shu 17 million so'm kreditga arz topshirdim. Toqchi mahallasi. Familiyangizni ayting. Rajabova Dilora. Rajabova Dilora. 17 million so'mlik biznesga chiqarib bermoqchisiz. Sizlar agentlarimiz biz banklarimiz uchrashgan. Hujjatlar bergansiz? Berganman. Sizga ham shu akaga aytgan gap, hujjatlarni ko'rib chiqamiz. To'g'ri bo'lsa, hujjatlaringizda kamchilik bo'lmaydigan bo'lsa, ijobiy hal etib beramiz. Keyin Namus savollar Toqchi mahallasidan. shoshmang, yozib oling. Toqchi mahalla, ha? Ism familiyangiz? Namus savollar. Namozov, ha? Shu mening meriyatim o'zim kreditga arz topshirdim. Siz ham hujjat bergansiz. Hujjat bermagansiz. Bizni agentimiz mahallaga biriktirilgan agentimiz siz bilan uchrashadi. Sizga tushuntiradi shart-sharoitlarni, nima hujjat talab etiladi. Siz bilan uchrashib bo'ldimi? Qanday ko'rgan? Hop. Qaysi mahalladansiz? Toqchi mahalla, ha? Ism familiyangiz? Qurbonov Asror. Qurbonov Asror. Asror, ha? Asror aka, nima masalangiz bor? Kredit masala. Kredit olmoqchisiz. Qanaqa kredit olmoqchisiz? Nima ish qilmoqchisiz?